Allah'ın El-Hakim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri dersliklerinden Allah'ın El-Hakim degan isim sıfatları haqidagi tefsirlerini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın El-Hakim degan isim sıfatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da 94 yerde tilga ilingan. El-İmran suresi 6. ayetide tercümesi o sileni bachchidanlarda, yani ananglarning qo'rsig'idagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Al-Hakim hikmatli zotdir. Olamda qilgan har bir ishlari hikmatli bo'lgan zot Allah subhanahu ve Teala'dır. Bazı hikmetlerini bendiler bilidu. Bazı hikmetlerini bendiler bilmeydi. Bendiler arasında keng ve umumi mezmunluk sözlerinin ilgisi El-Hakim mu deyildi. Bu sözler hikmet deb atılıdı. Xalqlarga hikmet bilen en köp hitap kılgan zat Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Hikmetning asosi bo'lsa Allohdan qo'rqishdir. Allohdan qo'rqish bo'lmagan shaxsda hikmat bo'lmaydi. Balki hikmatning avvali ham bo'lmaydi. Hikmatlik so'zlardan misol keltirsak, Allohdan qo'rqib taqvo bo'lgin. Shundala kishilarning eng ibodat ko'ylaridan bo'lasan. Qanoatchan bo'lgin. Şundala Allah'ın en şükür kılgıcı bendisi bolusan. Din dünyasıga zulüm bulmagan neslerden vaz geçiş kişinin dinini çıraylık kılıdı. Bəxtlik adam bolsa başka adam sebebiden tesirlengen. Bir kişi nasihat kıygan bolsa o nasihatni özüge taalluk dep ağan kişidir. Sabır imanның yerimi bolsa, Allah'ını görüp durgandek seğinip yaqinlashish kamil imandır. Kişiler arasında mushundaq hikmet egalari El-Hakim deb atıldı. Bende Allah subhanahu ve Teala'nın El-Hakim sıfatını bilgendan keyin özüde hikmetni köpeytishga harakat qilish kerak. Resulullah aleyhissalatu vesselam degendek, hikmetning asosi Allohdan qo'rqishdir. Shunga Allohdan qo'rqishni o'ziga odat qilish kerak. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Baqara 30-oyatida tarjimasi o'z vaqtida Rabbing farishtalarga men yer yüzüde halife, yani orun basar yartımen dedi. Periştiler, yer yüzüde buzgunçuluk kılıdığan, kan töküdüğen şahsını halife kılamsan, halbuki biz bolsak seni pak dep medhileymiz, mukaddes dep medhileymiz dedi. Yine Sure Bakara 30. ayetinin ahırda tercümesi Allah men hakikaten sizler bilmeydiğen nesillerini bilimen dedi. Sure El-İmran 191. ayetide tercümesi ula öğrü turgandı mı, olturgandı mı, yatkandı mı Allah'ını eslep turdu. Asmanlarının ve ziminin yaratılışı doğrusu da fikir yürgüzüdü. Ula eytidi. Rabbimiz bunu bekar yaratmadın. Sen pak tursen, bizni devzak azabıdan saklığın.
Sura Baqara 269 oyatida tarjimasi hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Hadislardan Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq deydi. Tarjimasi mundaq ikki ishda hasad qilishga bo'ladi. Uning biri Alloh bir mol dunyo ato qiladi. U kishi bu mol mulklarni haq yo'lda sarf qiladi. Yana biri Alloh bir kishiga hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni ato qiladi. Bu kishi har ishqa bu hikmat bilan hukm qiladi hamda bu hikmatni kishilarga o'rgatadi. Mana bu ishlarda hasad qilib, ey Alloh, bularni menga bergin deb hasad qilsa bo'ladi. Ammo bularga bermay, menga bergan bo'lsang-chu deb talab qilsa qat'iy bo'lmaydi. Buxoriy 73-hadis, Muslim 1930-hadis. Sura Luqman 12-oyatida tarjimasi biz Luqmanga haqiqatan hikmat ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgin. Kimiki shukr qiladigan o'z uchun qilgan bo'ladi. Kimiki kufrlik qiladigan, shubhisizki Alloh bandalardan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. Alhamdulillah. Yuqorida Allah subhanahu wa ta'alaning Al-Hakim sifatining tafsirini aldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.